O'rtoqlarni tabriklasang bo'ladi. Nimaga? Telefon quvurib ezib yuborishdi. Kredit. Mana bugun oxirgi kun yopaman oxirgi pulimga endi. Ha, zo'r bo'ldi-ku. Tabriklayman. Aha. Bu narsa yevoningiz-mi? Olishni pulim yo'q, kredit to'lashga faqat. Sandan bittasi pul so'rayaptimi? Ha. Kiramiz, u aybini topamiz, tekinga yeb chiqib ketamiz. Operatsiya ediki. Ketdi. Assalomu alaykum. Mana, shularni olib bersangiz bo'ldi. Aytgancha qanchada keladi? Uzog'i 10 minutda. 10 minut. Ko'ramiz, 10 minutda. Yo'qmishda. Bu vaqtida keldimi o'rtoq? Даже voqlik. Davay bo'pti, boshladik. Wow! Jumbalaganskiy bo'pti. Qandomini yomon deymiz. Menga qara, ayb topolmayapti. Bir soch poch qo'shib boramizmi yo'q? Rostdan. Qo'shib boramizmi? Davay. Aytgancha. Sochim yo'qmi mani? Voy. Menda ham 8 ta bor. Lekin ovqatlari haqiqatdan ham вообще zo'r ekan. Lekin ayb topilmadi endi nima qilamiz? Endi aybni tozalikdan qidiramiz. Yedik. O'xshamadi-yu, ha? Kreditimni nima qilaman men endi? Mana qara. Ertaga yana bitta joyga boramiz-da, aybini topib endi pul undiramiz. Yetim yesirlan, beva becharalar pulini yegan uyalmaysizmi? Ularni kitob baru deb o'yladim-da. Bo'ldi.